Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Din ve Hayat namlı sohbet programımızdaki nöbetlik sanıda ailede mihir muhabbet degen temir toxtalımız. Bugünkü program için Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği azası Ustaz Muhammed Yusuf Qarajin'e teklif kıldık. Muhammed Yusuf Qarajin vaqt çıkarıp kelganlikleri için rahmetimizni bildirimiz. Rahmet, Allah razı olsun. Programımızda şu birinci sualımızdan başlasak, yani qanda ailede mihir muhabbet berpa qıl buludu. Qani merhamet şu bir sualga cevap bergen bolsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Mihir muhabbet hakikaten ictimai mutaxassislar deydiken şu mihir muhabbet ve bəxt saadet ügünüşkü tegişlik sənət dəbcəmdə. Mihir muhabbet ailede yemek içmek, kiyim keçekten killidiğen ailenin zürürətlərindən. Hele bunda boğusun bulduğan, boğmusun bulduğan emas. Mesela üsümlükler, callıklar, həməsi su ilə turdu. Mesela susuz qalan üsümlük sağırıp gidiyordu, onunki kurup gidiyordu, onun tügeydi. Mesela insan callıklarımı susuz qalsa ölüdü mesela. Aç ailemi şununla oxşar, aç mihir muhabbetsiz qalsa bir xil bir bəxtsizlik, birisi-birisini qaxşaş, birisi-birisini razı olmaslıq, şunda başlanıp gelip en ahire ya ki şu ballarımını da yetim kılmayı da şu çişlep turutkan ya ki ayrılıp gittiğin. O mihir muhabbet boğmağan deken bu aile cennet buluşku tigişlik aile dozaqqa oxşaş olap qaltqan şunda gepkende. Endi mihir muhabbetini unutuş için ailede bu bizden dinimizin körsetmesi her kanda işini Allah razılığı için kılındaydı ya. Allah razılığı için kılın dişteki bir hikmet. Biz bütünlüğü hatırcan bulumuz bu Allah razılığı için kılsakça. Allah için kıldım. Allah bunun mukabatını verirdi deyimiz hem de. Mesela mihir muhabbet hem de ailede mesela ayal oturursa da sen beni yaxşı görsen ben seni yaxşı görmem. Sen bana yaxşı muamele kılsan sen bana yaxşı muamele kılman degen felsefe bilen kilsek hem de bunun da yani bəxtlik boğulu olmayken. Ama ben Allah razılık için seni yaxşı görmem. Dep kılsan mukafat ben Allah'tan görmem desen o adamın karşı tarafını kütmesen o çağdan könlen hatırcam buldu. Eğer bedellik bulap ben sana müşizlik kılsam sana mançak yakınlaşsam sen bana da yakınlaşsan. Sana ben yaxşılık kılsam sen bana yaxşılık kılsan diyen asaslı kılıp biz onun bir cürümüzge şunda yaxşı muamele kıldık, şunda yaxşılık kıldık deyle kılıp kütümüzde onun degen. Ben aşma oxşunu kütüben deyimiz. Bazı vaxtda insan kütken miqdarda qaytıranmaydı, bazı fakat qaytırmaydı. Anda oğan ki bizning bu muhabbetimiz bu çağda mihri muhabbetimiz hele biz üçün naydı bir azaplanarlıq bir nəsə bu qapı kömedim ben de. Şu onda işlədi qat'i nəzər ben Allah üçün yaxşı gördüm. Allah üçün yaxşı gördüm. Allah'tan kütümen bunun mukabatını desek biz o karşı taraftan kayıtsa hoş olumuz. Eğer kayıtmasa mı biz hatırcam turmuşumuzda davamlaştığımızda şu dinimizden şu her kanda işini Allah razılık için kılıç degen prensibi şu ailede mi, şu mihir muhabbette mi, yanılmışadı mı ütüdü dem de karşılıksız, bedelsiz yaxşı görüş. Şunda yaxşı köge vaxtıda andın bu hakiki mihir muhabbetini bilgilik. Mesela hakiki bedelsiz mihir muhabbetini anılarının ruhuydu kögülüdü. Mesela anılar ballardan çoğun oğan çağda meni bir baka ya bana bir yaxşılığı tige ya digenle fakat oylamaydı. Ay balları yaxşı ötse hoş oldu mesela. Hiç kadar bir nesi kütmeydi. Lakin Allah Teala onu bazı mukafatlarını şu dünyada köstüdü, mukafatını köstüdü, ahirette bir de asasen bu dünyalık işleş dünyası o hem de mukafat ya ceza dünyası emas. Allah öz hikmeti bilen bazı zalimlerin akıbetini şu dünyada bazısını köstüp kap ibret verirdi, bazı yaxşılarınki yaxşı işiniki neticesi şu dünyada köstüp kap başkalarını rıghbatlandırdı. Ama hakiki mukafatı, hakiki ceza ahirette hem de. Şuna mihir muhabbetimi öyde bedelsiz suyuşunu adetlendirsek aileni bəxtli qılığı buldu dep oylaymadı. Doğru. Allah razı olsun. Bu dünyada nurgulluğun aileler şunda bəxtli, xuşalı xuram içinde yaşasa, yana nurgulluğun ailede bəxtsizlik bilen şu cidel macera kurulmagan öyde, hiç qanda bir öydek bulmagan mehinde haletini körümüz. Şu mehinde bazı ailede şu bəxtsizlik bulup qalışınki sebepleri bu neme için mehinde bəxtsiz bulup qalıdı.
Endi ailede baxtsizlikning sabablarini nurg'un sabablar bo'lishi mumkin. Hozir bizning aqlimizga kelgan narsadan masalan biz 4 tane payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zi tatbiq qilgan, o'zi va buyurgan hadisdan 4 hadisga ko'p vaqtlarda aile hayotidan biz bu hadisning ruhini chiqarib o'tganlik. Ba'zi yerlarda amal qilishimiz mumkin, ammo oilada bu shu hadisning ruhidan nurg'un aile chiqishlik shuningda baxtsiz bo'lgan bo'lishi mumkin deymiz. Masalan, birinchisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunda degancha, sizlar birovni yaxshi ko'rsanglar, uningga yaxshi ko'rganligingni bildirib qo'yinglar degan. Endi bildirib qo'yish hamda burundan tortib har xil usullar bilan birga yaxshi ko'rganligini bildirib, yo hadiya berish, yoki bolaning peshonasiga suyab qo'yish, yoki sizni yaxshi ko'rman deyish masalan, yaxshi ko'rman seni, men sana amroqman deyish masalan. Bunda ifodalar, har xil ifodalar. Ammo buning ichidan eng yaxshi ifoda deb qo'yish deyish so'z bilan. Buni payg'ambarimiz yana o'rgatgan. Bir vaqtida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanında o'tirdik. O'tirsak, ya bir adam o'tib ketdi. Aramizdan birisi, "Men o'sha odamni yaxshi ko'raman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning odam so'z, "Sen yaxshi ko'rganligini bildirib qo'ydingmi uning?" dedi. "Yo'q" desa, "Men berib bildirib qo'yganimsiz" dedi. Aqsini berib, "Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" degan u odamni aytib xo'shlab ketib, "Alloh uchun meni yaxshi ko'rgan ekansan, Alloh seni yaxshi ko'rsin" deydi. Ya'ni biz o'sha seni yaxshi ko'rman balalarimizga yoki jurimizga yaxshi ko'rman degan gapni bunda boshqa bir ifodalar bilan bildirib kelgan bo'lsakmi, tilimiz bilan ayda deyishni biz xalq burundan tortib, ya'ni uzun zamondan tortib biz buni demayotgan bo'lib desak hech ayib bo'ldiganda, ba'midaq deydi, bu millatning ikki tanrisi bor, biri yaratgan Alloh, biri el-olam deydi. Bizde mana shunga o'xshash hamda. Allah bizningki haqiqiy ilohimiz-ku. Hamda ba'zi insonlar xalq nima deb qoladi deb Allohdan qo'rqish bilan birga xalqdan qo'rqitgan bir ish bor. Masalan, shu nurg'un odamning digisi bo'lsa-mu, deyolmaydi. Masalan, bizning ota-onalarimizdan andaq gapni biz olmadik. Ota-onalarimizning o'zining ota-onasidan amidi. Uning bir qurban, bizmi bir qurban. Endi 40 yoshdan oshgan vaqtida biz buning muhimligini bildik. Bunda dinimizni o'rganib kelsak, dinimizga qarasak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamma narsani o'rgatib qolib ketibdi hamda. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qanday yerda xalq nima deb qolar, anda deb qolar deb ochiq deydi. Shunda haq, shunda samimiy, shunda sevgi, muhabbatlik zotdicha. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu bir qatim Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu qishqa kelib qo'lini ching tutib turib, "Ey Muaz, vallahi inni uhibbak fillah" dedi. "Ey Muaz, Allah bilan qasamki seni men haqiqatan Alloh uchun yaxshi ko'raman" deganki, u Muaz roziyallohu anhu xo'shallikdan uchudamdi. Bir sahoba deganni Rasulullohni men seni yaxshi ko'raman degan, uningdan katta mukofot yo'q endi. Shunda dillarini yayirtatdi-da. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam akşam tahmişedisini okumadı deyde bizim sizler dille hakikaten Peygamber İslam'daki bir zat endi bir peygamber olan zatın kemterliği ne kadar bir sahabesinden konu tutup qasam bilen ta'kid bilen qilib men seni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman deb 3 turlik narsaga vasiyat qilganlik. Bu bizga bir o'rnak endi. O'rnak. Ammo rahbarlar, endi katta ustozlar atrofdagi odamning bir qo'lini siqib turib bir Alloh yo'lida yaxshi ko'raman deyalsin. Hayatımızda nurg'ulgan narsani utdiyimiz qazınımız. Hozir xafalık ben şunda. Bir Alloh yo'lida yaxshi ko'raman deyishgan baxil bo'lib ketdik biz endi. Muhabbatni boshqa yo'l bilan ifodalagandan so'z bilan bu udul endi. Hech qanday bir ta'vilga ehtimol yo'qda. Udul degandan Amr ibn As roziyallohu anhuni Rasululloh hamma sahabasi shunday yaxshi ko'radi. Masalan, Rasululloh bilan kim bir kurashgan bo'lsa, kurashsa qo'lni ashi sahoba qo'yib bermagan, Rasululloh qo'yib bermayotgan. Yuzni adam başka tarafga burmaguncha Rasululloh yuzini burmaydi. Shundoq mehr muhabbatlikdan ayda bo'lganki, har qanday kurashgan odam Rasululloh hammadan bak meni yaxshi ko'rdi deb e'tiqod qilgan. Hammasi shunday e'tiqod qilgan. Endi Amr ibn As roziyallohu anhu shunday e'tiqod qilgan. Bir kuni uni Zat Salasil degan bir g'azotga qo'mondan qilib avatgandan keyin Rasulullohning haqiqatan meni yaxshi ko'rganligini texim isbotladim. Endi uzdim bir so'rab boqay deb Rasululloh sizlarga eng suyumli kishi kim? Sizni hammadan bak kimni yaxshi ko'radi degan. Oyishani yaxshi ko'raman deganda. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining ayolini men ayolimni yaxshi ko'raman deb uchiq deylik. Biz shuni deyalamizmi? El olam nima deb qolar? Deyiplaydi kishilar xotinni maqtagan birinchi ahmoq deydi. Biz uni deyamaymiz. Deyanmagandan keyin qarshi tarafmi uni deyamaydi. Shunda bo'lgandan keyin hali muhabbatimiz tushab ketaylik ichimizga. İzhar qilinmoqli. Shuning bilan
Nimaga deydi? Ayşe radhiyallohu anh'ın Ayşe'ni yaxshi ko'rman degandan erlardan deydi. Erlardan so'rayapman degan, uning dadasini yaxshi ko'rman deydi. Endi menga navbat kelib qoladi. Meni damdiki deylikda u naytibak shuda hadisda shuda deydi zaten. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Meni damdiki deb tursam, uningki yana cho desam Umar deydi. Uningkidan Osman deydi. Uningkidan andin o hadisda o Amr ibn As'ningki ismi zikr qilmaydi. Lekin endi bir qancha sahobadankin tartib bo'yicha Rasulullohning muhabbatiga erishgan sahoba hamda lekin hadisda bayon qilmagan. O'rni bor, o'rni kagayadi so'zlaydi. Lekin shu yerda biz misol keltirishimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men ayolimni yaxshi ko'raman deb ochiq deyalgan. Biz qanchalik deyalaymiz? Shuni desak, masalan shuni desak, biz sunnatga amal qilgan bo'lamiz, Rasulullohning yo'lida mangan bo'lamiz, Rasulullohning sunnatini tatbiq qilgan bo'lamiz, ham oilamizni baxtli qila olamiz. Shunda bizga tayyor, shunda yaxshi bir chora, mehr muhabbatningki reseptini bersa, biz shuni ishlatolmaygan. Endi yaxshi ko'rman deb bundaq balalarımızga olsun, meyli cürümüzge olsun, öyünün içinde şunu demişsek mesela, bizden balalarımız bizden, balam ben seni yaxşı görmen, sana ben amrak diyen gapni balaga dep kuluğa şunu nima qilmasak, bu gapni balla sırttan anlasa, yaman niyetli kişilerin anlasa ezip ketishi mumkin. Çünkü demişka, mening uyanda bunda chiroyli gapni anlab bakmagan, ma dostlarım shunda yaxshi ekanmini, arkadaşlarım bek yaxshi ekanmeniki. Çünkü anam, dadam demagan gapni qilib qalbini illatyapti. Ali illetkicha biz illetayli onunca. Biz illetayli onunki balalarımızı başkalardan kütmesin, bizden kütsün onu. İkinci yana bir biz terk qilib kelgan bir hadis yana nima? Balalarımızı suyab qo'yish masalan. Endi qanchalik adam suyab qo'ydiğini bilmayman. Men shu 40 yoshga kelgandan o'rgandim bu ishni. Chunki mening ota-onam meni bir suyab qo'ygani esimda yo'q, ama shunda yaxshi ko'rdi, shunda duo qildi, haqqimiz shunda qildi, ama quchoqlab bizni suyab qo'ygani esimda yo'q. Endi boshqalmi shunda bo'lishi mumkin. Chunki nimishqa biz ota-bobolarimizning og'anni ata-onamiz aldı, ata-onamizdan şu ata-onamiz berganini biz aldık. Yo'q narsani aqlamaydi. Endi biz o'rganib o'sha ishni da'vatimiz hamda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'risida Ayşe radhiyallohu anha deydi. Payg'ambar alayhisolamning qizi Fatima radhiyallohu anha qanday chaqda Rasulullohning qishqi kelsa, Rasululloh o'rnidan turadi deydi. Qanchalik ota-ona balasi uchun o'rnidan turdi. Bu yerda aytib bak muhim bir masalada o'rnidan turadi, peshonasiga suyab qo'yib, o'zini o'rniga o'ltirg'izadi deydi. O'zini o'rniga o'ltirg'izadi. Onun aksi, onunki yanımızda qanday chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima radhiyallohu anhaning qishkisa, Fatima radhiyallohu anha o'rnidan turib, dada deb kelib, Rasulullohni suyab qo'yib, o'zini o'rniga o'ltirgizgan. Mushunda mehr muhabbat payg'ambarimiz ameliyat shunda qilib ko'rsatdik. Ama biz qanchalik qilyapmiz shuni uchun? Ay baxtsiz bo'lgan oila mushuni bir tajriba qilib baqsa, balki bizga bo'lgan muhabbatini ifodalab ko'rsat. İçimiz bo'lgani hisob emas-ku u. İfodalamasak nim foydasi uning ichimiz bo'lgani. Masalan, bir olimni o'qib, domollam bo'lib ketdi, o'qib, Alloh bo'lib ketdi. U ichidagi narsani yo yezish bilan yo so'zlash hech qanday chiqarmasa, uning o'qigining nimaga foydasi? Shunga o'xshab, mehr muhabbatim, ichimda muhabbatim bor. Men bolalarimni yaxshi ko'raman, jurimni yaxshi ko'raman deydi, ama hech nasıl ifadelemişsen ne bir faydası var. Üçüncüsü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var ya, seninki kardeşinin yüzüge, bir Müslümanın yüzüge tebessüm karşısan sadakının savabı var dedi. Kişiler bu sadakının savabı var diyen hadisine karşının yüzü sadakadır dedi. Sana sadaka vergenlik diyen ben de düşünüp kaldım. Andağıma sadakının savabı var. Bir sadaka vergenin savabı var anladı diyenlikte bu. Endi bunu biz bunda oylayımız ki bu hadisini okugan hemen her bir Müslümanın yüzüge tebessüm bilen qarab, assalamu aleyküm deb chiroyli bundan qilsak, sadaqa verganning savob borgan deb uyning sirtidagi Müslüman esimiz keldi. Ailedeki Müslüman, ailedeki ayolimiz, yüzümüzün jurumi şu bizdeki Müslüman qarindoshimiz shunda ama İslam qarindosh. Farzandlarimiz şu İslami qarindosh mesela. Birinci aileden başlash kerak asli bunu. Aile hech kimning esi kelmay, sirtga chiqqanda kishilarga assalomu alaykum deb shu chiroyli nima tabassum qilib, nima qilish Rasulullahning sunnati deb ayaga tatbiq qildi, ailaga nurg'un odam tatbiq qilmaydi. Chunki aqliga kelmaydi bunda. Endi, ammo aile birinchi o'rinda turdi. Undan keyin yana biri bizda bunda özür tilash, o'zimizni kechirim so'rash ishi intayin nadir, intayin azamdi. Bu kechirim so'rash degan har qanday yerda bu hakikaten bizning islomda muqaddas, qimmatli bir madaniyatgan bu. Kechirim so'rashcha.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu degan yana har qanday odam bo'lsa xatolashadi. Har qanday xatolash. Agar xatolashmasa farishtalar qoldi o'g'amda. Ammo xatolashganning eng yaxshisi tövbe qilguvchilar. Tövbe qilguvchilar desa kishilarning aqliga kelgani shu Alloh taolaning qilma degan amr farmonlarga xiloflik qilib, gunoh ish qilgan, farzni qilmagan odam gunohiga tövbe qildi. U gunoh emas. Bu yerda tövbe qilish degan pushaymon qilish, qayta qilmaslikka bel bog'lash degan ma'noda anda bu yerda haq huquq ikki. Biri Alloh taolaning haq huquqi qilma degan shariat hukmida. Bu haq huquqni buningga xiloflik qilgan odamniki buning jazosini oxiratda tatudi hamda. Biri mau bandilarning haqida, masalan, atrofimizdagilarning, jurimizning, bolalarimizning, xizmatdoshlarimizning, mahalladagilarning, umumiy musulmonlarning, butun insoniyatlarning shunga qilishga tegishli bizningki burchimiz, vazifamiz masalan. Aşılarının hakkı mesela birisininki yüz abroyunu töktük, ya ki bizimki pul melini yuvaldık, ya ki bizini hakaretledik, ya ki bizini tıllıdık, ya ki bizini gayretini. Mesela bugünde kılgan yamanlık ne? Şu çağda aşı adamı berip, aşı adamın razılık elip, kılışının yüzü şu tövbe kılganlık ayadı da. Bu şunda kıplap, onun için Allah emdi beni keçirdi desen, mesela adamı kıtka yamanlıkını kıplap, Allah Teala berip, şu Allah beni keçirdi desen, adam keçirmeyden. Bu doğru nurgun hedisli bağım da, diş ketmeyden. Onu her kandı adam düşünüşü gerek hem de şuna miyadaki tevabin diyen, yani tövbe kılgıçlar diyen, günahıga pushaymon qilib, mahluqatga ishlagan, mahluqatga qarshi qilgan emaski, shu mahluqatdan kimdi bo'lsa, ota-onasi bo'lamdi, juri bo'lamdi, bolalar bo'lamdi, xizmatdoshlar bo'lamdi, do'stlar bo'lamdi, saboqdosh bo'lamdi, ustoz bo'lamdi, ranjitib qo'ygan bo'lsa, haqqida xato ish qilgan bo'lsa, ashuni kechirim so'rab, ondan Alloh taologa tövbe qildi. Ishning yo'li ma'vamda. Bizda shu kechirim so'rash madaniyati bizda joriy bo'lmagan endi. Umuman masalan bir ayollarning bisi-bisining kechirim so'rashi nat eg'ir. Agar anda qilmay masalan o'zining xatoligini men bunda qilib sepdima deb qarshi taraf gap qilishni burun men ishni xato qilib sepdim, kechirib o'ting deyotgan bo'lsa, qarshi tarafning qalbi yurib ketdi-da. Bizda bu kechirim so'rash madaniyati Odam alayhissalomdan tortib bizga kelgan islom dinininki asoslaridan birida. Odam alayhissalom masalan jannatda xatolashgandan keyin tövbe qildi masalan. Tövbe qilibdi, Alloh taolo uni kechirdi. Odam alayhissalomning martabasi tövbe qilib, pushaymon qilib, o'zining xatoligini e'tirof qilib, kechirim so'raganligiga uning martabasi tuyan bilib qolib, texim yuqori bo'ldi. Uni aksicha iblismi o'xshash xatolashdi u mumkin qilishni, ammo o iblis o'zining nimasini men qilgandim shu to'g'ri deb e'tirof qilmadi, shuni iblis bo'lib rahmatni qo'g'landi. Bu Allohning haqqiga qarshi qilingan gunohning tövbesinde ama yemen degan daraxtni yeb soldi, tövbe qildi bitdi. Endi insonlarga qilingan xatolikninki tövbesi to'g'risi nat adamning yuragini shu larziga soladigan shunday bir titritadigan shunday bir qissa bor. Masalan, bilimiz nima Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu, Abu Zar radhiyallohu anhu bir kuni Bilal radhiyallohu anhu ikkisi tartishib qilib, Bilalni qartanlik on qar xotinning bolasi deb haqoratlaydi. Deganki Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem şunu anlap oldu. Sen şunu anısını eğipildin mi? Sen de cahiliyetinki kaldıkları bağ adamken sen de. Cahiliyetin kaldıkları bağ adamken degan ki müşriklik bağken sen de degan oldu değil mi? Degan ki ona kattık iztirap çekip yığılap Rasulullah Allah'a ben için mağfiret talep kısla dep talep kılıp etip yığılgan peti Bilal radhiyallohu anhu qishqib berib, yüzünü yerga qo'yib, shu Abu Zar radhiyallohu anhu yerga qo'yib yüzümge chuqum dassaysan. Sen aziz, qimmatlik, men haqir bo'lgan holda yüzümge dassaysan bo'lmasa qo'pmayman degan ekan. Bilal radhiyallohu anhu yig'lab ketib, men Allohga sajda qilgan yuzga dassamayman, qarindishim men seni kechirdim deb. Mana eng go'zal kechirim. Abu Zar radhiyallohu anhu mushuk kechirimni so'rash orqali martabasi tushib ketdimi, ko'tarildimi? Ta qiyomatgacha maqtildi, ta qiyomatgacha onun mertebesi bulapmı şu hadise bilen tekemi yukarı qilib. Demek kechirim adamni tushirmaydi, yükseltdi. Ama biz onun aksiçe men kechirim so'rasam shu do'stimdan xatolashibdim men desam mening bir martabam tushib ketami yo anda deb yana shu alalam xahnim deb qala deb ayda qilib. Demak biz mush 4 hadisni dedik men yerda. Mush 4 hadisni oilamizda tatbiq qilib baqsak har qanday bir bahsning huzur halovatini ko'rmagan oila chuqum huzur halovatini ko'ralaydi deb o'ylayman men. Tabii haqiqatan bo'libmi shu bu affa ko'chirim qilishlar haqida, ko'chirim so'rash, ko'chirim qilish haqida to'xtaldik.
bu Kur'an, hadislerde bunun örnekleri pek köp elde. Çok Hatta Allah Teala bir ayet, ayette asman zemin kanlık cennetin ki cennet girişte Allah'ın onun süptünü bakıp vel afile anin nas. Vel afina anin nas deyiladi. Haqiqiy mu'minlar süpti deydi. Şu süptü ende bir adamın köçürüm kılırsa, köçürüm soruya alırsa, köçürüm kılış için köçürüm soraş lazım buludu. Surashdan aşı suriyalışımız kerak da. Her bunda qanday bo'lganda- adamdan suriyalik. Hatta balımızın aldığı hatalık qilib salsaqmı? Balam ma ishni xato qilib septimi deb qilsak bizden şunu ügünü diye çoğun olgandımı kokmay kechirim so'ralayotgan bo'ladi hamda. Bunda aile, bunda cemiyet hakikaten baxtli olur dendi. Şimdi birbirini köçürüm soruşunu bildiğin aile, bildiğin cemiyetler olsa. Şimdi şu ahirki sualimiz, farzandlarimizda mi shunda bir mehr muhabbetlik qilib yetiştirish bizning majburiyatimiz. Farzandlarimizdan qanday qilganda shunda bir mehr muhabbetlik farzand qilib yetishtirib bo'ladi. Bu haqda bir Endi bu terbiye mutaxassislar deyotgan mehr muhabbetlik, kuyumchanlik ve bir-biriga hurmat qilish davri surgan, hukm surgan bir oilada cho'ng bo'lgan bolalar mehr muhabbetlik, kuyumchan, o'ziga ishonadigan bo'ldi deydi. Urush jidal birisi-birisidan gumon qiladigan, birisi-birisini yaxshi ko'rmaydigan, baxtsizlik to'lgan oilada cho'ng bo'lgan bolalar urushqa gumanxo o'ziga ishonolmaydigan cho'ng bo'ldi deydi. Endi biz oilada ay bolaga nimani bersak, shu bo'ladi. Biz mehr muhabbatni singdirib, mehr muhabbatni singdirmay, nafratni, dushmanlikni, shu yomon axloqni, bunda ya'ni islomga insonning axloqi durust kelmaydigan ayndaq yurish turishlarni bolalarning kendimizga singdirib bulab, onu balam güzel ahlaklık bolsa ekan desek, haliqi yaga qo'noqdiki buğday chiqsa ekan deganga o'xshashli bir gapdan. Biz shu nimani terisak, shuni ola olamiz ekan. Ata-onamiz bizda nimani tergan bo'lsa, biz shuni oldik. Ata-onamizni bo'lmaganini bermadi. Ata-onamiz shunda dindor, shunda yaxshi, shunda kuyimchan bo'lsa-mu, lekin ata-onamiz o'zining ata-onasidan ololmaganini bizga bermadi. Bermagandan keyin bizlarmi shu haliqi 4 hadis o'xshash 4 hadisda kelganda biz ashuni hayotimizda men 40 yoshimgacha shuni tatbiq qilolmadim masalan ashuni. Men 40 yoshdan keyin uyqumni ichib, men mushularni tatbiq qilishga boshladim, buning foydasini ko'rdim. Men foydasini ko'rmagan, tajriba qilmagan ishni hech qayerda so'zlab boqmadim hamda. Foydasini ko'rabilganimda. Demak, biz mushu bolalarimiz mehr muhabbatlik, biz arzu qilgandek cho'ng qilishimiz uchun oilamizni mehr muhabbatni buluqiga aylantirishimiz kerakda. Mehr muhabbatning ichida cho'ng bo'lishi kerak shu. Biz anda qilishni fidokorlik qilish kerak, o'zimizni tarbiyalash kerak. Ya'ni balam qanchalik axloqli bo'lsin deganidan, o'zing axloqli bo'lgan birinchi tushunaman. O'zing o balaninki ikki ko'zi ashuna bek usti kameradimmi bek shunda oltgan. Mutaxassis deydi o bir saniyenin içinde 25 mingdan artıq suratni ep bo'ldi dedi. Suratni elishga qodir ekan balaning mingisi aynan qilalayotgan. Demak, ko'rganlarning anlag'ani hammasini aynan rasmga elib mangatgan. Ag'anki shuning bilan cho'ngilgan. Bizning badanimiz g'izo bilan, yemak ichmak bilan cho'ngildi-ya. Balla ag'an narsa bilan mehr muhabbatni, sevgini, kuyumchanlikni, hurmatni şunun elip, şunun uzuqlanğan bolsa, onunki vücudu, onun ruhida sevgi, muhabbet, kuyumchanlik, hurmat birisi-birisiga qarta aşı bo'lgan. Agar o nafratni, dushmanlikni, adovatlikni, yomon so'zni, shuni elib ruhiga elib cho'ng'ilgan bo'lsa, shuning ruhida shu cho'ng'iydi ekan. Badanimiz nima bo'lib cho'ng'isa, ruhimizmi olgan narsamiz bo'lib cho'ng'iydi ekan. Onun gap yo'q endi. Shu anda bo'lgandan keyin biz bolalarimizni qanday bo'lishi bizga bog'liq ekan, faqat bizga bog'liq. Hakikaten kıymetlik sohbetlerini, fikirlerini oturup koyuyor. Allah razı olsun. Bu fikirlerin bütün körülmelerimizge paydalanışını ümit kılımız. Hürmetli körülmeler, vakit münasebeti bilen programımızı bir yerde ahırlaştırımız. Kiyinki sallat qayt uçuruş ümidi bilen her birinlerden hoşlaşımız, hayır ve selamet bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.